Otangiz, onangizni qadriga yetishingiz uchun ular nima bo'lishi kerak? O'lish kerak. Ishonaveringlar, o'lmasa qadriga yetmaysizlar ekan. Buni boshqa o'tkazganlar yaxshi biladi. O'lgandan keyin ko'zi ochiladi odam. O'lgandan keyin ko'zi ochiladi. Shuning uchun o'lmay turib ko'zimiz ochilsin. Duosini olib qolaylik. Tabiiyki, ona otadan ko'ra farzandiga mehrliroq, shafqatliroq bo'ladi. Bu tabiatidagi bor narsa. Onani farzandiga bo'lgan rahmati ulkan bo'ladi. Agarchi bola oq bo'lgan bo'lsa ham, onasini norozi qilgan oq bo'lgan farzand bo'lsa ham, shu ablah farzandga bir musibat yetsa, ona darrov unutib yuboradi hamma narsani. To'g'rimi? Darrov unutib yuboradi. Mashhur, hammamiz eshitgan qissa. Abulay Samarqandiy keltiradi bu qissani. Yana bu hadisni Tabaroniy va Imom Ahmadlar boshqa lafz bilan keltirishadi. Shabun kana ala ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam yusamma alqamatan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida Alqama ismli bir yigit bor edi. Og'ir kasal bo'ldi. O'lishi aniq bo'lib qoldi, lekin jon taslim qila olmadi. Tiliga la ilaha illalloh kalimasi kelmadi. Bu haqida payg'ambarimizga xabar berilganida ota-onasi bormi uni deb so'radi. Qari bir onasi bor deydi. Chaqirib kelinglar dedi. Onasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Payg'ambarimiz bu ayoldan bolasi haqida so'radi. Onasi aytdi: "Ya Rasululloh, o'g'lim falon namoz o'qiydi, falon ro'zalarni tutadi, qancha sadaqa ihson qilishligini hech qaysimiz aniq bilmaymiz. U qilgan sadaqasini sanog'ini yoki vaznini bilmaymiz" dedi. Payg'ambarimiz nimani so'radi bu yerda? Siz bilan qanaqa muomala qilardi dedi. Qarang, bularni hech qaysi hisobga o'tmayapti bu yerda. Siz bilan qanaqa muomala qilardi? Ya Rasululloh, men noroziman bolamdan. Nimaga? Meni qo'yib xotiniga ko'proq yaxshilik qilardi. Qoladi bu xotin siz bilan. Sizni kuzatib, inek etadi orqangizdan. Aytamiz, u pulingiz ham o'zingizga qoladi. Ha, bormisan deydigan ham qolmaydi. 12 da kelasizmi, 2 da kelasizmi, birodar ish olmaydi. Bemalol nima qilishadi, hammasi yotib. Ya Rasululloh, men noroziman undan dedi. U o'zini ayolini mendan afzal ko'radi. Meni qo'yib unga yaxshilik qiladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onasining g'azabi, onasining noroziligi uni shahodat kalimasini aytishdan to'sib qo'ydi dedi. So'ngra payg'ambarimiz: "Ey Bilol, o'tin to'plang" dedi. Kuydirib yuboramiz dedi. Chunki o'la olmayapti, kalima talqin qila olmayapti, lekin tuzalib ham ketmaydi. Kuydirib yuboramiz buni dedi. Shunda bu yerda turgan ona: "Ya Rasululloh, bolamni ko'z oldimda kuydirib yuborasizmi?" dedi. "Bunga qanday qilib sabr qilaman?" dedi. Payg'ambarimiz: "Alloh uni kechirishini xohlasangiz, undan rozi bo'ling" dedi. Vallohi siz norozi ekansiz, uni o'qigan namozi, sadaqasidan unga foyda yo'q dedi. Rozi bo'ling, bo'lmasam bolangiz foydalana olmaydi bu amallaridan dedi. Shunda ona qo'lini ko'tarib, Allohni, sizni va shu yerda turganlarni guvoh qilib aytaman, men undan roziman dedi. Oq farzandiga musibat yetganda, onasini norozi qilgan oq bo'lgan farzand mana shu bir mashaqqatga kirganda, ona hamma narsani unutib yuboryapti. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Faqat farzandlar buni bilmaydi, o'lgandan keyin qadriga yetadi faqat. Shunda payg'ambarimiz Bilolga borib bilib kelingchi dedi. Rasulullohdan uyalganidan aytdimikin qalbida yo'q narsani bilib kelingchi dedi. Bilol Alqama eshigining oldiga borganda, ichkaridagi Alqama la ilaha illalloh degan kalimani aytdi. Bilol eshitdi, vafot etdi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib xabarni berdi. Alqama vafot etdi. Yuvishdi, kafanlashdi, payg'ambarimiz janozasini o'qidi. So'ngra uni qabrini bir chetida turib aytdiki: "Ey muhojir va ansorlar, kim onasidan ayolini afzal ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin. Kim ayolini onasidan ustun ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.